Ideallik, sifat hamda minimalizm uslub. 105 metr kvadratdan tashkil topgan ikki tomonlama proyektdagi 7 qavatli elitni yig'ishli lifli domning 7-qavatdan 3 xonali xonadonimizni batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismida bizni noodatiy tarzdagi kattagina hol qismimiz kutib oladi. Mexki zona, TV zonalarimiz qilingan, konditsionerlarimiz o'rnatilgan, xonadonimizga dekor uslubida alohida ishlovlar berilgan. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona qismimiz. Proyektimiz ikki tomonlama proyektdan tashkil topgan, devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan, derazalarimiz 2 qavatli akvaplast romlardan oyoqdagi to'liq laminat holatda. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda. Manzilimiz Buxoro shahar, Sharq Chevar chorrahasi. 7 qavatli elitni yig'ishli lifli dom. Maktab bog'cha dostupni joyga joylashgan. Kuxnya qismi uy bekalarimiz orzusidagi bitta laykka ham juda ham arziydi. Холодильник, стиральная mashinka, gazовый plita, вытяжка, двухконтурный kotellarimiz o'rnatilgan, mexki zonalarimiz taxlab qo'yilgan. Ideal holatda. Hamda bolalar yotoqxonasi. Umumiy holatdagi sanuzel qismimiz pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan, qo'shimcha garistonlarimiz mavjud holatda. 7 qavatli elitni yig'ishli lifli domning 7-qavatda joylashgan. Umumiy 105 metr kvadratdan tashkil topgan ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti uchun pastki raqamlarga yoki Durust Pakaj Mas'ullik agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.